Mana bu yangi chiqqan smartfon Galaxy A56 $350 dan $400 sotishyapti. Hozirgi video iPhone 12 Pro bilan men sravniyni qilib ko'raman, chunki narx-navosi ikkalasi bir xil. Hozirgi video 4K 30 fps videoga tushiryapman 0.5x da va 1x ni ham tekshirib ko'ramiz va 2x ni ham tekshirib ko'ramiz. Sifatiga o'zingiz bitta baho berib qo'yinglar. Mana 1x ga qo'yib ko'rdim va mana 2x ga qo'yib ko'rdim. Va yana 0.5 ga qaytamiz. Sifatiga va ovoz yozishlariga baho berib qo'yinglar. Undan keyingi video Galaxy A56 da videoga tushirib ko'raman. Mana bu iPhone 12 Pro flagman segmentga kiradigan telefon. Hozirgi kunda $300 va $350 sotishyapti. Hozirgi video Galaxy A56 da videoga tushiraman. Buni ham narxi $350, $320, $330 atrofida. Va 0.5x da 4K 30 fps videoga tushiraman. Hozir 1x ham qilib ko'raman va 2x ni ham tekshirib ko'ramiz. Sifatiga o'zingiz bitta baho berib qo'yinglar. Mana 1x ga qo'yib ko'rdim va mana 2x ga qo'yib ko'rdim. Men nimaga sravniyni qilyapman? Ishlatilgan iPhone olib kamera uchun ishlatilgan iPhone olish kerakmi yoki yangi Galaxy A56 olish kerakmi kamera uchun? Fikringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Qaysi birini sifati yaxshiroq? Men hali ko'rganim yo'q o'zim. Videoga like bosib qo'yinglar. Mana shu videoni iPhonechi va Samsungchi do'stinglarga jo'natib qo'yinglar.